Toshkent Astana yo'nalishimiz bo'yicha davlat tomonidan avtobus reyslarimiz qatnovi o'z faoliyatini yuritmoqda. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Hozir ayni damda perondamiz. Avtobusning ichki qulayliklari haqida sizni qisqacha tanishtirib o'taman. Qani keling. Mana biz hozir avtobusni ichiga joylashib oldik, chiqib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Ichki qulayliklarini har bitta yo'lovchimizga alohida yotib ketish uchun yumshoq bo'lgan o'rindiqlar mavjud. E'tiborli kimnidir telefon quvvatlari o'chib qolgan taqdirda alohida zaryadniklar bor, ishlab turadi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu yotoq joyimiz 1 kishilik. Orqa tomonga o'tsak, 2 kishilik yotoq joylarimiz bor. Bu ona hamda bolalar uchun, bolali ayollar uchun bemalol yotib ketsa bo'ladi. Tepa qismiga esa har bitta yo'lovchimiz yuklarini joylab olishlari mumkin. Qish yozini ishlaydigan konditsionerlarimiz bor. Sovuq hamda issiqqa moslashuvchan ko'rishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimizga kerak bo'lgan eng asosiysi Wi-Fi tizimi mavjud. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yangiliklarimiz oldinda. Xayr, salomat bo'ling.